Assalomu alaykum arkadaşlar. Sağlamızda bugün Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Bag'yap kanalidamiz. Ya'ni Bag'yap kanalida suv yo'q. Shu elda hamma e'tiroz bildirib turibdi. Ne только elda bidi. Shu Bag'yapdan suv ichadigan hamma odamlar shu e'tiroz bildirib yotibdi. Ya'ni Bo'ston kanalida bor. Boshqa kanallarda bor. Bir Bag'yap kanalida. Bu rekonstruksiya ishlatdi, suvdan tejimiz dedilar, suv sotib qo'ydilar qayta bo'ladi. To'g'rimi? Şu kürsüde oturgan şu Vodokor mas'ul xodimlarına bir iltimos etib qolar edik. Aholiga suv berishlarni. Потому что ko'rib turgan bo'lsak, yerlar ham qurib yotibdi. Yer krandan suv ichib o'tiribdi. Ko'p yerlarni ko'rib o'tiribman-da, sho'r suvdan ichib o'tiribdilar. Masalan, bu yer egalari ham qancha налог to'laydi. Bu Sharojeniyani borib odamlar so'yladi gruppalarda. Men aytdim, qo'yinglar, o'zim so'ylab chiqayin, потому что biz adil vazirligidan ro'yxatga o'tganmiz. Men ommaviy axborot vakiliman. Примерно, masalan bize shunday narsalarni yoritib beramiz. Ya'ni yo'l muammolarini, suv muammosi bo'ladigan bo'lsa, el uchun bize shuni yoritib berib, shu mas'ul xodimlarga yetirib beramiz. Xudo xolasa, bizning maqsadimiz shu. Endi xalqimizga чтобы plus bo'lgan tarafi bizga boshqa ishimiz kerakmi? Mas'ul xodimlardan so'rab qolar edik, Bag'yap kanalini Sarojeniyasini ochib berishlar. Потому что уже jalo vaqtdan beri shu Bag'yap kanalidan suv ichadigan hamma shikoyat bildiradi. Masalan, fermerlar bor bu yerda. Ne только aholi, fermerlar bor. Yani şu ünçerler mesela derege kelgan, boshqa kelgan, millet qurib yotdi. Bu O'zbekiston agar shuni hattan içinde hal etmasanglar, hurmatli mas'ul xodimlar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi administratsiyasiga beraman. Bu video shaxsan meni hukumim iberishi. Men buni iberipman bilan. To'rtko'l tuman hokimiyati Rustam Shamuratov bu suv muammosini hal etib bermasangiz, o'zingizdan boshqasi hal etib bermayacak o'xshaydi. Ya bunu hal etadigan tashkilotni bizlarga kommentariyada ko'rsatib bersanglar, shu tashkilotga bizzatini shu videoni yetirib beramiz shu. Xod yozma ravishda bo'lsin, xod video murojaat bo'lsin, xod kanallar bo'lsin, hammasini yoritib beramiz. Sizlar bilan To'rtko'l sekret Chatamon axborot vakili Machakov Baxtiyorjon bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.